Assalomu alaykum kitob qimar do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövəndə sizlərə yazğıcı Habibullah Ablamitning Muz tutqan daryo nomli romanining 18-ci qismini anlatışqa başlaymiz. Daryo suyu bo'lsa goh yaqinda, goh uzoqda, goh kuchlik, goh ojiz va tartibsiz, qalaymaqan holda chayqalib eqiyotadi. Yiroq yaqinda qushlar vichirlayotadi. Cheketkilar chirildayotadi. Paqlar ko'kirayotadi. Daryo bo'lsa davomli sharqdan g'arbga qarab oqmoqda edi. Har xil, har rangli kepinaklar qanot qiqib, guldan gulga, o'tdan o'tqa, toshdan toshga qo'nib uchib yuradi. Ana shu kepinaklardan birisi go'yo o'zining ruhini yosh xonimning vujudida ko'rgandek, atrofdan neri ketolmay uchib yuradi. Kepinak uchib-uchib, aylanib, oxiri kelib, yosh xonimning sutdek oqso'l biligiga qo'ndi. Dal mush chog'da yosh xonim kepinakni uchirib o'tmoqchi bo'lib, qo'lni siliq midirlatdi. Kepinak biligidan larzon qanot qiqib uchib, havoga sal ko'tarildi. Biroq neriga ketmay, aksicha yosh xonimning agmi qishidek egiklik turgan so'l qo'lining begiz barmog'idan qirg'i kelib qo'ndi. Yosh xonim nimanidir bir narsalarni o'ylab, begiz barmog'ini asta-asta tuzladi. Kepinak dal mush chog'da ikki qantini yengil qiqib, havoga sal-pal ko'tarildi va yana quyosh nurida cho'ka oltindek parqirab turgan begiz barmog'ining atlik yuzining dal uchiga kelib aplik qo'ndi. Kepinakning bu xil sirli harakatlari yosh xonimni xuddi yaxshi yozilgan bir romandek o'ziga shunchalik jalb qilgan edi. Endi fursatni qochirib qo'ymaslik uchun yosh xonim o'ng qo'li bilan yana qo'yib qo'ygan somkasining sirtmasini asta siyirib ichib, ichidan telefonni oldi va knopkasini besib ochgandan keyin kepinak to'g'rilab turib, orqa-orqadan ikki parcha rasm tortib oldi. Yosh xonim ana shu mashg'ulotlarni qilayotganda kepinak nihoyat savarjon modellardek o'zgacha poz chirib, hatto nurg'un qiyofatining buzilib ketishidan ansirgandek qilib, ikki qantini juplab tik tutib, barmoq bilan bir tashiylikda jim turib berdi. Mushu manzarani ko'rgan har qanday bir odam kepinak bilan yosh xonim o'rtasida bir xil sirliq bog'lanish bor deb qilish ehtimolligidan yiroq emas edi. Darvaqa ikkisi o'rtasidagi munosabat hargizmi tasaddibiy yuz berib qilish natijasida o'tirg'i chiqqan munosabat emasdek qiladi. Mayli kepinak bo'lsin, mayli yosh xonim bo'lsin, har ikkalisi bu hayotdan ozroq bo'lsin huzurlanish uchun daryo bo'yiga kelgan edi. Har ikkalisi daryoning to'lqinlab eqishidan, daryo suyuning shavqinidan ko'tarilgan ovozning musiqalik ritmidan baxtli bo'lib o'tadi. Yosh xonim rasmga tortish mashg'ulotini tamomlab bo'lgandan keyin begiz barmog'ining uchi qo'nib turgan kepinakni sinchilab kuzatdi. Barmog'idagi tal-tal inchik chugilmash siziqchilar bilan kepinakning bir-biriga jiplashib turgan ikki qantining ustidagi ipak iplardek yolchib turgan inchik suz seriq rangdagi siziqchilar bir-biriga taqqos holda ko'rinib turadi. Kepinak qantida yurakka o'xshaydigan nurg'unlagan har xil cho'nglikdagi geometrik shakllar bor bo'lib, bular bajoyiki shoyi atlaslarga chekilgan seriq rangli gullardek ko'zni qamashtiradi. Kepinak qantining u yerlarda yana ushchoq qarchikitlarmi bor edi. Bular go'yo go'zal jononning yuziga yarashgan manglardek shunchalik jalbkor edi. Va yana qantining cho'risida maxmal ko'rpining cho'risiga tutilgan zadivaldek zangar rangdagi inchik siziqchilar bor bo'lib, to'pida turgan quyoshning nurida ajoyib yoljib yosh xonimning ko'zini qamashtirib o'tadi. Kepinakning qantining qo'saq qismiga tutashgan yerlarni quyuq yumran tuklar qaplagan bo'lib, dal mushu yerdan chiqqan 6 put yosh xonimning begiz barmoq ustiga mazmut tashlab turadi. Yoy shaklda egilgan bu putlarning ustidagi uchoq tuklar daryo suyuning salqin salkinda yengil yelpinib o'tadi. Kepinakning qapqara burnining uchining bir tarafida bir tal yingidek inchik antenasi bor bo'lib, ushbu antena xuddi velosipedning dangardidek yosh xonimning begiz barmog'iga tegishli holatda turadi. Burnining uchining yana bir tarafida
Burnining uchining yana bir tarafida ro'shan ravishda ko'zga chiliqib turadigan yo'gak o'tdek yo'gaklik xartum bor bo'lib, bu hal kishiga pilning xartumisining shaklini esga solatdi. Kepinekning qapqara ikki tal chekitdek ko'zining har birisining qap o'tirisidan simetrik shaklda bo'lib turgan oqsiziqchi bor edi. Ko'zlarining atrofini o'xshashli ushshaq tal-tal tuklar o'rib olgan bo'lib, bu ko'zlar go'yo buluq o't cho'plarining ichiga yuchirilgan so'psuzlik buloqdek tiniq edi. Mazkur kepinek shunchalik nozik, shunchalik siliq, shunchalik tinch, shunchalik pok ediki, vujudidan qizil gulning purqi yig'ib turardi. Umuman kepinek mutlaq ravishda xili chiroyli model qizlarni tan qoldiradigan darajada chiroyli edi. Bu muhtasham go'zallik bo'lsa, yosh xonimning ruhiga aynak bo'lgan edi. Ushbu aynak qaragan siri yosh xonimning ruhiy holati turaqlashib, ko'zini ochib yumg'ichi bo'lgan orliqda ruhiy holatida tamoman o'zgarish yuz bergan edi. Ruhini azoblagan hamma narsa to'zoqdek to'zib, ustini besib turgan tugman tashini mushu kepinek kelib elib tashlayotgandek, rohat bir ichki tuyg'uga asar bo'lishga boshlagan edi. Güzel mushu daqiqa faqat va faqatla yosh xonimning ruhiga oid bo'lgan daqiqa bo'lib qoldi. Kepinek yosh xonimning rasmiga tortish mashg'uloti va atrofli ko'zitish oxirlashi bilan tang, go'yo rasmchidan va atrofga qarab turgan barliq tomoshabinlardan mamnun bo'lgan tajribalik artistlardek nihoyat tamkin qiyofat bilan ikki qantini larzon qiqib, ajoyib bir joziba bilan havoga ko'tarildi. Va atrofni yana bir qatim aylanayotgandan keyin daryo qirg'iqini bo'ylab asta-asta yiroqlarga qarab uchib ketayotdi. Orliqda yana o'zining nazarida chiroyli deb qaragan joylarga, gullarga, tallarga va toshlarga qo'nib uchayotdi. Daryo bo'yidagi hamma narsa faqat o'ziga oiddek shunchalik erkin, shunchalik tabiiy, shunchalik xotirjam uchayotdi. Hatto yer sharimi kepinakka moslashib aylanayotgandek edi. Yosh xonim kepinakning ana shu baxtga to'lgan uchishlariga qarab, go'yo oliy maktabga o'g'lini uzatgan onaga o'xshash, kepinakning orqasidan uzoqqacha mehrlik boqdi. Kepinak shundoq erkin uchib, bara-bara tabiatning qo'ynida g'oyib bo'ldi. Yosh xonim endi kepinak uchib ketayotgan tarafdan ko'zini uzib, qo'lida tutib turgan telefonning ekranidagi rasmga sinchilab boqdi. Kepinak rasmga haqiqatan chiroyli tushgan edi. U go'yo bir moddiy jonliq emas, balki bir ruhdek edi. Kichik vujudida bir xil ilohiy go'zallik tugilib turardi. Uning sha'ni go'zal ikki qantini juplab turishlari yosh xonimga o'zi uchun duo qilayotgan bir muqaddas ruhni esiga soldi. Voy xudoyim, bu qandaq bir pok tuyg'u, a? Kepinakning yosh xonimning qo'liga kelib qo'nishi, go'yo meyi tugab uchish oldida turgan dinxula qora chiroqqa moy qo'ygandek ish bo'lgan edi. Yosh xonimning ko'nglini baxt tuyg'usi asir olgan edi. Halbuki kepinakning umri faqat bir sotkala. Ana shu bir kunlik umrining ma'lum bir qismini ajratib, o'sha daryo bo'yida hasratga to'lib o'ltirgan yosh xonimning yo'ldoshi bilan pat orda jam bo'lish uchun ikki qantini yemida juplab turib duo qilgan va yumron olti putini yosh xonimning parmog'ida nozik midirlatib turib, azobga to'lgan yuragiga ozroq bo'lsa tasalli bo'lgan edi. İnson hayotidagi ana shu birdam faqat va faqatla bir kun umr ko'rdigan kepinak uchun butun bir umrning zo'r bir qismi hisoblanadi. Yosh xonim ko'nglida kepinakning o'zi uchun ajratgan umriga va kepinak adi bu dunyoga yo'qligini yo bilsin yoki bilmasin, nimali degan bilan shunchalik baxtli bir ruhiy holatda o'zining barmog'ining uchida umrining ma'lum bir qimmatini o'tkazib, tabiatning barliq go'zal mavjudotlari bilan bir-birlab xo'shlashib, hasratli ko'ngillar uchun umrini pido qilib o'tganligiga tuman ming rahmat aytdi va insonlar bir kun deb bildigan bu vaqtning kepinak uchun bir umr ekanligini o'ylab, qalbini cho'g'lagan barliq hasratlarni unutgandek bo'lib, ruhida shukurning, umidning chirg'i pililladi va kim biladi deysiz. Bu kepinak balki bir ko'rinmas ruhning ilhomi bilan menga tasalli bergili kelgan bo'lishi mumkin.
Әпсус, мәнді оны білідіған бұндақ бір құдырет yok. Kaşki kepinekning tilini bilgan bo'lsam, balki menga o'zining biz uchun bir kunga tan keladigan butkul hayot sarguzashtlarini so'zlab bergan bo'lar edi. Biz arzu qilgan haqiqiy erkinlik va mazkur hayotning ma'nosi bo'lsa, biz abadiy bilmaydigan yoki bilishni o'ylab boqmagan ashu kepinek nishonlab uchib ketayotgan noma'lum bo'shliqda bo'lishi mumkin, degan fikrlarni kallasidan g'ilpal o'tkazdi. Andın esini yığıp, ruhini to'ldirayotgan ashu muhtasham hayojonning mangu yo'qolmasligini umid qilib maktabga qaytish uchun eg'ir qadamlarni ilib yo'lga ravon bo'ldi. Darvaqa yosh xonim shu daqiqalarda bir kunda bo'lsa-mu kepinakdek olamning g'am qayg'ularidan, ruhini azoblayotgan hasratlardan qutulib, erkin ozoda o'tkazgusi kelgan edi. Kepinekdek qanot qaqib uchib daryoning o'qitiga, dilmuk tog'larning bag'riga, hatto necha soat ichida erishgili bo'lgan tog'ning g'arb tarafidagi erkinlikka qarab ochqusi keldi. Bir kunni faqat va faqatla ushbu kunni erkinlik qinib o'tkazib olsa, kepinekdek armonsiz o'lib ketishga rozi ekanligini zehnida jonlantirgan edi. U shu chog'da daryo bo'yining jannatga eng yaqin joy ekanligini, kepinekning jannatdan uchib yurgan parining modda olamidagi ko'rinish ekanligini tasavvur qilib, shunchalik baxtli bo'lgan va tasavvurdan iborat bu sha'oni ne'matning Tangrining insonlarga qilgan eng go'zal sovg'asi ekanligini tushunib yetgan edi. Avtobus bo'lsa, atrof shunchalik tuman, shunchalik sovuq, shunchalik hasratlik muz tutgan daryodan bag'an siri yiroqlashib, barliq jonsiz shaylarni orqaga tashlab, keng bir dalaning o'ttirisidan elingan tüp-tüz yo'lda go'yo bir narsadan qo'rqib qochgandek tez surat bilan ketayotdi. Yo'lning ikki yoqasidagi keng ketgan dala tangri yo'l qo'ygan chek-chegara ichida butun kuchi bilan yasalgan edi. Ustiga bo'z qardan yepincha artgan zaminning u yer bu yerlarda qardan beshini chiqarib turgan qo'raylar qish shamolida dirt-dirt titrayotdi. Tevilig'larning boshlari ikki yoqqa eg'anglab, g'uyuldab ketayotgan avtobusning orqasidan yig'lab uzatayotgandek hasratlik bir xil ovoz chiqarayotdi. Yo'lning yoqasidagi qor bosgan zekashlarda qiruv qaplagan boshlarini tik tutib turgan to'zg'oqlar va ayni marujnaga o'xshab qolgan bo'lib, bir qarigan kichik bolaning ishtahasini qo'zg'atmay qolmaydi. Yo'l bo'yining u yer bu yerlardagi teraklarning qiruv bog'lagan sho'lari ochiqdan turilgan qapoq ustida vaqtsiz oqargan qoshdek ko'rinib turadi. Garchi hozir havo tumanliq bo'lmasa-mu, yanala osmonda qora bulutlar uzib yuradi. Yiroqdan ko'rinib turgan dilmuk tog'lari ona va bolaning yo'liga qarab qolgandek sukunat ichida g'arbdan sharqqa so'zilib yotadi. Yosh xonim derazadan bir-birlab o'tayotgan manzillarga qarab berib, ko'zlari herib, besh qiyib, muz tutgan daryoning xira ko'rinishi zehnining bir chetida muzga o'xshash qetib qolgan edi. Yana shundaqdimi go'zal manzillarni tasavvurda jonlantirib, reallikdagi tutuq manzillar orasidan o'tib, tog'ning g'arb tarafidagi erkinlikni ko'z oldiga akilib, qalaymaqan o'y-xiyollar orasidan tanqislikdan qutulib, buruq-turmuliq davr surayotgan avtobusning o'rindiqida o'z-o'ziga madad va umid berib o'ltirishga tirishayotdi. Darvaqa avtobus to'xtovsiz ilgirlab, dilmuq teg'i etaklardagi nahiya va yezlarga yaqinlashgan sari qalbida gurillab kuyayotgan erkinlik o'ti vujudini asta-asta illatishga boshlagan edi. O'zi avtobusning ichida bo'lgani bilan xiyol burkiti allaqachon avtobusning udulda ko'rinib turgan, boshlari ko'kish muz tutgan dilmuq teg'ining tangriqut cho'qqisiga, argizak cho'qqisiga, oqtash cho'qqisiga va 5 sala cho'qqilari bilan shimoliy etaklardagi Uyg'ur yezilariga uchib ketgan edi. Yosh xonimning mushu daqiqalardagi his to'lgan holini hech qanday bir rassomning aynan tasvirlab siza olishi va hech qanday bir shoir aynan ifodalab yoza olishi mumkin emasdek qiladi. Avtobus ana shu tariqada hech yerda to'xtamay, bulutlarni supurgan shamoldek tez suratda minib, nahiya bozoriga yetib kelgan edi. Bu yerda avtobusdagi yo'lovchilarning zo'r ko'pchiligi tushib qoldi.
Ular özleri yetmekçi bolgan menzilge yetken edi. Bularning arasida yo'l bo'yi o'likdek uxlab yotgan bovaymi bor edi. Bovay avtobusdan tushayotganda xiyoldan uyg'ongan yosh xonim bilan uyqusini ochgan baliqqa qarab, go'yo yosh xonimning o'zidan boshqa hech kim bilmaydigan sirni bilib olgandek, "Aq yo'l bo'linglar bolalarım, yigit g'ayrat qil" deb, ba'ayni onasining ko'ksiga talpinib turgan bovaqning sabiy kulgisidek shunchalik chiroyli tabassum qilib, arkasından tushayotgan yo'lovchilarga dahli qilmaslik uchun ishtikli avtobusdan tushib ketdi. Yosh xonim bir nima deyishni o'ylagan bo'lsa-mu, biroq hech nima deyolmadi. Yo'lovchilar avtobusdan qandoq ishtik tushgan bo'lsa, avtobus eshigimi shundoq ishtik jaliqqida qilib yopilib, udul yo'lga ravon bo'ldi. Yana shundoqdimi yosh xonim derazadan bo'ynini suzib, atrof qarabmi qo'ymay parvosiz holda ildam qadam tashlab ketayotgan buvayga qarab, "Sizmi amon bo'ling buva" deb o'z-o'ziga pichirladi. Avtobus oldiga ilgirlagan sari buvayning mukchaygan gavdasi asta-asta gungalashib, oxiri ko'zdan g'oyib bo'ldi. Dal mushu chog'da bola yetmekchi bo'lgan manzilga oldirgandek qilib, "Yana qanchalik mangmiz" deb so'radi. Yosh xonim o'g'lining ushbu qisqa savoliga qisqacha javob berib, "Az qoldi o'g'lim, ko'zingni bir yumib ochsanglar yetib boramiz" dedi. Bu chog'da onasining javobidan mamnun bo'lgan bolaning namoz shamgulning urug'idek qora ko'zlari nurlanib, texmi o'moqlashib, xilli tetiklashib qoldi. Avtobusdan ketayotgan yo'llarni unchalik yaxshi yo'l deb ketgili bo'lmaydi. Albatta, yez yo'llari bo'lgandan keyin bunchalik o'ng'il-do'ng'il bo'lishining o'zi normallik bo'lib hisoblanadi. Avtobusning ichida faqat ona bola bilan buvayning yon tarafidagi o'rindiqda o'tirgan er-ayol qolgan edi. Avtobus yez yo'llarida eg'anglab, yana 10 minutcha mang'andan keyin ona bola yetib bormoqchi bo'lgan yezining oldidagi kichik bir yeziga kelganda er-ayolmi tushib qoldi. Әмді avtobusning ichi ona va bolaga o'ngchi qolgan edi. Avtobusning ichi texmi timtashliq cho'kkan bo'lib, shofir tarafdan kelayotgan sesiq sigaretning purqini ichiga liq to'ldirgan avtobus bag'an siri tog' bag'riga yaqinlab kelyotdi. Havomi endi yon berishga boshlab, osmon suzilayotdi. Ko'kda quyoshning xira yuzi ko'rinishga boshlagan edi. Nihoyat ora yezidan o'tgan avtobus 15 minutdek mang'andan keyin eng oxiri manzilga yetib kelgan edi. Yosh xonim bo'lsa shofir va shofirning yonida o'tirgan mulozimatchi bilan xo'shlashib, bolasini yetaklagan peti udul bovisining uyi tarafga g'azongdek tom yaqinlab yurib ketdi.